stativlar bir qator olib chiqyapmiz. Ularni qo'yamiz. Mana bunisi 6 ta stativlar 6-si. Yumil skarpatda. Mana boqtirganlarni. Hop. Bitta, ikkita foto. Hammasida to'g'ri sut. Buni faqat glismena uslubida sun'iy yo'l bilan ona ari yetishtirish. Bu yerda hammasi o'sha yashinlarimizda ona arili matchni boqayotgan oilalar. Asalachilik naslchiligida iloji boricha sifatga e'tibor bersak, asalarimiz rivoji yaxshi bo'ladi. Biz umid qilgan, orzu qilgan narsalarga erishishimiz mumkin. Alloh barakasini bersin. Mana 60 tadan 2 dona bunday bo'lgan xolos. Xato. Qo'ygan hammasi malaka bor. Shaxsiy gumbaklarga zakazlar olamiz. 4 xil, 5 xil zotimiz bor. Hammasi shaxsiy zakaz beraverasizlar. chiroyli chiqaramiz. Shu holatda qilib chiqarib berilaveradi. Faqat glismena uslubida. Xizmatdamiz. So'z asalachilarga, hamkasblarga xizmatdamiz. Mana xizmat bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar. Doim tayyormiz. 29-mart 2026-yil. Bugungi syomkamiz mana. Bu hali ikkinchi marta yana sutga bag'iladi. Bu boshqa oilaga tashlaymiz. Bu birinchi etapi. Ikkinchi etapida yana ham sutga to'lib shu kosachalar kelib sutdan qolib ketadi. Shunaqa holatlarni ko'rganmiz. Nargisda bitta xato edi, ha? Hammaga omad, sog' bo'linglar. Bunda ikkita xato. Hozir ariga keldik. Bugun shu 29-mart 2026-yil. Hop, plyonkalarni olib tashlayapmiz. Ishlar ko'payib, assalomu alaykum hurmatli kuzatuv boruvchi muxlislar. Mana ish ko'pligidan mana kun isib ketdi. Mana bu salafalarni olib tashlagan shu vaqt bo'lmadi. Mana endi olib tashlayapmiz. Sush beryapmiz. Hop, bunaqa to'siqlarimiz bor, ulardan olib tashlaymiz. Shundan ancha isib qoldi. Mana shular juda foydasi bo'ldi bizga. Arilar rasplotni chiroyli qo'yib berdi, issiqqa qo'lab. Bu arilarimizdan rasplot sug'urdigan, ari ahvolda islatib Arilarimiz hech holatda, endi 3 rom kelgani bilan, lekin holat yaxshi. Endi ancha ari o'lyapmiz. Kelganda kuchli ko'ringanidan bitta rasplot yoki ari siltib ketaveramiz. Yana startyorlar yana olib kelganmiz mana. Yaxshi ko'rsatganmiz. Ari qo'ydik. Rasa romga matchning michkalarni olib joyladik teksimeni oilalarga. Endi bugun shu yana ari olib ketamiz bu yerdan. Romga qo'shadigan paddal kelibdi. Arichilarga aytamiz. Romkani doim qo'yib boringlar. Ari issiq qolib ketmasin. Gulchangni mana qilinglar. Bergani bosib qo'ygan yaxshi. 2 martami, 3 martami ovqat berdik shu kungacha. Asalda qaranglar. Tabiatda kelyapti. Onlarimiz o'chiga yuribdi. Operatorimizga aytamiz, kattalashtirib ko'rsatamiz. Arini ish bilan ta'minlashimiz kerak. Shu sushromka yoki sushromkamiz bo'lmasa, mumparda qo'shilgan bo'laveradi. Iloj bo'lsa sush qo'yilsa
Yaxshi. Ulardan raspuotlar o'zida suvli. Chekkagacha tuxumi. Yana ishlar bor tuziladi. Endi shu saturga aylanib qo'yib olsak, bitta pauza qilsangiz. Hozir biz arzorga kelganmiz. Hop. Starterga Saturlarga to'layapti. o'g'olyapmiz. Bromga qo'yib ketyapmiz. To'siqchilarda orqasidagi salafan plyonka shularni olib qo'yyapmiz. Hozir gulchang juda chiroyli kelyapti. Mevalarimiz rosa gulladi. Shira ham bor. Tabiat boqyapti o'zi. Yosh arichilar mana avlod almashuv bo'ldi. 80% deb o'ylayman. Mana onarimiz yuribdi mana. Buni zot qanaqa edi? Zingirmidi bu? Ha, kalniki zingir. Bu kalniki zingirimiz ekan. Uch metrdan shu ovqat berilgan xolos. Zahira bor. Bundan buyog'i oilani kengaytirib boraverish kerak. Havo isib qoldi. Holatga qarab Ko'p romga tashivorish holatiga qarab tashivorish kerak. Ko'p tashivorsak, yarini ham shamollash kasalligi paydo bo'lishi mumkin. Ara iloji boricha egallab turish kerak. to'ldirib olyapmiz bir chekkadan. Bizga endi mana shu startyor uslubi tresemenida boqtirgani uchun mana shu ma'qul bizga. Chunki sifatli va ishonchli bo'ladi onarlar. Hozir satyor tayyorlayapmiz. Mana asali romga, changli romga, suvli romga. Mana arni o'ta zich qilib onarib qoldi naryoqda. Qaynar bo'lib ketyapti yog'i mana. Zot boricha Xudo xolasa mana shu kuchli qo'yish kerak. Xudo xolasa yangi mana shu zotli yarlarimizni urug'lan qo'ysak mana. Birinchi etapdayoq aslarlar urug'ni o'zlari sartaroshga qilib ham boqib ko'rsatib beradi. Yana boshqa boquvchi oilaga yana tashlanadi. 2 marta ikkita oilada boqilib, xudo xolasa shu oilalardan sutga to'ygan asalari onalari yetib chiqaveradi.